Assalomu alaykum. Sonni butun qismini topish uchun berilgan sonni son o'qiga joylashtirib olamiz. Shu son o'qini qarab son o'qiga joylashtirsak 3 u 6. Birinchi qadam. Ikkinchi qadam bu sondan oldingi va keyingi sonlarni joylashtiramiz. Shu 6 dan oldin keladigan son 3, keyin keladigan son bu 4. Ya'ni butun sonlar yozib ikkinchi qadam bo'ldi. Endi bu sondan chap tomonga yo'nalish belgilab turib, birinchi butun sonni olamiz. 3. Demak 3 va 6 ning butun qismi 3 ga teng ekan. Ikkinchi misol tariqasida 123,9 sonini butun qismini topishga harakat qilamiz. Buning uchun birinchi qadam son o'qiga joylaymiz. Ikkinchi qadam bu sondan avvalgi va keyingi butun sonlarni joylashtiramiz. Oldingi soni butun soni 123, keyingi butun son 124. Bu tomonga o'tkazamizda mana shu chap tomondagi birinchi sonni olamiz 123. Uchinchi misolimizda berilgan sonning butun qismini topish uchun birinchi qadam yana son o'qi chizamiz. Son o'qiga joylaymiz. 22 4 taqsim 7. Bu sondan avvalgi va keyingi sonlarni yozamiz. 22 minusdan, keyingisi minusdan 23. Ikkinchi qadam bo'ldi. Uchinchi qadam bundan chap tomonga yurgizib olamiz. Yana chap tomonda birinchi sonni olamiz. Natijamiz shunda -23 bo'ldi. Va sonning butun qismini topdik. To'rtinchi misolga harakat qilib ko'ring. Butun qismi necha bo'ladi? Agar mohiyati tushunmasa, bittada son o'qi chizmasdan turib yozib ketsa ham bo'ladi. Son o'qida mana o'rtada 0 joylashadi. Bu tomonda musbat sonlar, bu tomonda manfiy sonlar joylashadi. Yani cheksiz ketaveradi, bu taraf ham cheksiz ketaveradi.